Qanday bu yoqda ota-onani bu yaratib bo'lmaydi? Bidara shunday deyaptimi? Unaqa deguncha sen yaxshiroq ishlab, mana bu yerda ko'chki shartlan qilib ota-onangni boq, isqirt. Nima qilsin ular qarib qo'ygan? Seni qanday boqadi endi ular? Shu paytgacha shu yoshgacha olib kelib uylantirdi. Ikki xonani mozorga o'xshagan uyini solib berdi qo'lidan kelgancha. Endi nima qilsin senga yana? Danadan qilsinmi yo senga? Isqirt. Dana qilsinmi yo? Lekin o joyini ko'rmabman lekin. Yo'q-a? Yoshi bor. Otasiga so'kyapti. Onangni palon qilay sani deb mana shunaqa kambag'al bo'lib tug'ilganman. Sen onangni palon qilay deb otasiga so'kdi biladi. Aytdim biladi, buncha. Endi Qashqadaryolikku, lekin otasi sal kichkinaroqmi deymanda bundan gavdasi. Qo'rqyapti-da bundan. Bu eshakdek gavdasi bor isqirtdi. Urt tashiydi-da, kaltak bir ikki marta yegan bo'lish kerak. O'shanga indamayapti bechoralar. Ularni aytgan gapi sandiqni sindirmagin, bor yo'g'i sandiq o'zi o'shaning uchun u so'kdi-da ularni. Bir Sardorni so'ksam 4 ta padarka olayotganman, Sardorga protiv bo'lsam 4 ta padarka olayotganman deb erta kecha mana bu yoqdan bo'xta botayotgan paytda Sardor qo'ldan tortib chiqargan, bular chiqarmagan. O'sha bachalarni puxdan yasagan Sardor bo'ladi, o'sha bachalarni odam qilgan. Unutmaslik kerak, o'tmishini unutgan kelajak qura olmaydi. Unutmaslik kerak, puqqa botayotgan payt Sardor chiqarib qo'ygan u bachalarni. Endi o'zingni ekkan Makka jo'xoring. Nima ekkan bo'lsang o'shani olyapsan. Ya men bularga ishim yo'q aka. Men agar shunday xohlayman, xohlasin ko'tagasiga 24 ta 7 efir ochilmayotgan qilib qo'yaman butun TikTokda. Bugun kech tomosha qilasiz. Bugun kech tomosha qilasiz. Men hozir 5x to'plab olay. O'zingni ekkan Makka jo'xoring o'sha. O'zing pishirgan 5x to'plab olay. Aylanib o'zingizga o'girilibam. Indamay qo'yasan. Shunda. Endi o'zim mendan yaqinroq senga ula. Ko'zi astida bunda olsang. Rostmi? Mendan yaqinroq ula senga. To'g'ri. 5 ta perchatka bor. Ulaysiz opajonim, rahmat. Eshigini oldiga borib, 20 metrga taskani